Agar sizning pensiyangiz million so'mdan past bo'lsa yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, qo'shningiz shunday pensiya olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Past pensiya olayotgan odamlar ko'pincha o'z huquqini bilmagani uchun qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob yoki ijtimoiy yordamdan bexabar qolib ketadi. Bu gap hammani tashvishga solish kerak. Chunki har bir oilada pensioner bor yoki bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu videoda oddiy tilda, qadam-baqadam pensiyasi 20 million so'mdan past bo'lgan odam nima qilish kerakligini, qayerga murojaat qilishini, qanday hujjatlarni yig'ishini va qanday xatolardan ehtiyot bo'lishini tushuntirib beraman. Avval bitta narsani aniq aytaman. Pensiya miqdori o'z-o'zidan kam chiqdi deb qolib ketmasligi kerak. Har bir pensiyaning orqasida hisob-kitob bor. Ish staji, ish haqi, badallar, arxiv hujjatlari, imtiyozli davrlar, bolaga qaragan davr, harbiy xizmat, o'qish, zararli mehnat sharoiti, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik holatlari va boshqa omillar. Agar shu ma'lumotlardan bittasi tizimga kirmagan bo'lsa yoki hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya past chiqib qolishi mumkin. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatga bog'liq edi. Odam qayerda ishlagan bo'lsa, o'sha korxonaning mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruqlar, arxiv yozuvlari asosiy dalil hisoblangan. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat arxivga topshirilmagan bo'lsa yoki mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lsa, odam yillar davomida ishlagan bo'lsa ham staji to'liq tan olinmasligi mumkin edi. Natijada pensiya miqdori kamaygan. Hozir esa elektron ma'lumotlar, yagona bazalar, Ponkax.uz, pensiya jamg'armasi tizimlari orqali ko'p narsani tekshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin bu hamma narsa avtomatik to'g'ri bo'ladi degani emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshida ishlaganlar, qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlaganlar, xususiy korxonada norasmiy ishlaganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar, boshqa viloyatda ishlaganlar, sobiq kolxoz yoki sovxozda mehnat qilganlar alohida e'tiborli bo'lish kerak. Bugungi asosiy fikrim shuki, pensiyasi million so'mdan past bo'lgan odam birinchi navbatda pensiyasi qanday hisoblanganini tekshirdirish kerak. Chunki past pensiya har doim ham shuncha chiqish kerak edi degani emas. Ba'zida odamning staji kam ko'rsatilgan bo'ladi. Ba'zida ish haqi ma'lumotlari olinmagan bo'ladi. Ba'zida ayol kishining farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari inobatga olinmagan bo'ladi. Ba'zida nogironlik, urush qatnashchisi oilasi yolg'iz pensioner, kam ta'minlanganlik kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha yordam olish imkoniyati bo'ladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam 700 ming yoki 950 ming so'm pensiya oladi. Menga shunaqa belgilashgan ekan deb yuraveradi. Lekin hujjatlar tekshirilganda 5 yil staj kirmagan, eski ish joyidan ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan yoki mehnat daftarchasidagi bitta yozuv aniqlashtirilmagani ma'lum bo'ladi. Shundan keyin pensiya qayta hisoblanadi. Ayrim holatlarda miqdor oshadi. Har bir holatda oshadi deb va'da bermayman, lekin tekshirmasdan turib, menda imkon yo'q deyish katta xato. Birinchi guruh pensiyasi million so'mdan past bo'lgan barcha yoshga doir pensionerlar. Sizning pensiyangiz past bo'lsa, buning sababi staj kamligi, ish haqi bazasi pastligi yoki hujjatlar to'liq emasligi bo'lishi mumkin. Ayniqsa siz 20 yildan ortiq ishlagan bo'lsangiz, lekin baribir juda past pensiya olayotgan bo'lsangiz, bu albatta tekshirilishi kerak. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida tushunarsiz yozuvlari bor odamlar. Masalan, korxona nomi qisqartirib yozilgan, lavozim ko'rsatilmagan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, muhr aniq ko'rinmaydi, imzo yo'q yoki bir necha yil oralig'ida bo'sh joy qolgan. Bunday holatlar pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Uchinchi guruh ayollar, ayniqsa o'ti yoki undan ortiq farzand tarbiyalagan, bolalar kichik bo'lgan davrda ishlamagan. Lekin shu davrlar stajga qanday ta'sir qilishini bilmaydigan ayollar. Farzand parvarishi davrlari bo'yicha qonunchilikda ma'lum tartiblar bor. Bu davrlar har doim ham odam o'ylagandek avtomatik to'liq qo'shilmaydi. Lekin ayrim holatlarda ular hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. 4-guruh zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, zavodda, konchilikda, kimyoviy ishlab chiqarishda,
qishloq xo'jaligining og'ir uchastkalarida, tungi smenalarda, issiq sexlarda ishlaganlar. Bunday ishlar bo'yicha imtiyozli staj yoki qo'shimcha huquqlar bo'lishi mumkin. Lekin buni isbotlash uchun faqat men u yerda ishlaganman deyish yetmaydi. Buyruq, lavozim, ish sharoitini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, korxona arxivi yoki davlat arxivi ma'lumotlari kerak bo'ladi. 5-guruh, nogironligi bor pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz yashovchi keksalar. Bunday holatlarda faqat pensiyasi emas, balki boshqa ijtimoiy yordamlar ham tekshirilishi kerak. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limlari, pensiya jamg'armasi va tegishli tashkilotlar orqali qo'shimcha yordam, kompensatsiya, moddiy yordam yoki parvarish bilan bog'liq xizmatlar mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari hisobga olingan bo'lsa va sizga pensiya hisob kitobi tushuntirilgan bo'lsa, xavotir kamroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir men tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Chunki odam ko'pincha hammasi to'g'ri deb o'ylaydi, lekin bitta arxiv ma'lumoti qo'shilganda natija o'zgarishi mumkin. Agar siz juda kam ishlagan bo'lsangiz, masalan 5-7 yil rasmiy staj bo'lsa, qolgan yillarda norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiya past chiqishi tabiiy bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda ham ijtimoiy yordam masalasi alohida tekshiriladi. Ya'ni pensiya oshmasa ham ta'minlanganlik, yolg'iz yashash, nogironlik, parvarishga muhtojlik kabi asoslar bo'yicha boshqa yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Birinchi misol, bir ota 32 yil ishlab 920 ming so'm pensiya olayotganini aytaylik. U kishi qurilish tashkilotida, keyin tuman ta'mirlash korxonasida ishlagan. Pensiya tayinlanganda faqat mehnat daftarchasidagi asosiy yozuvlar olingan. Lekin 1994-1999 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi arxivdan olinmagan. Natijada hisobda past ish haqi bazasi qolgan. Agar u kishi davlat arxiviga murojaat qilib, o'sha yillardagi oylik ma'lumotlarni topsa, pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash uchun ariza beradi. Agar hujjatlar qonuniy kuchga ega bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol, bir ona 4 nafar farzand tarbiyalagan, turli yillarda tikuvchilik fabrikasida ishlagan, keyin uyda bolalar bilan bo'lgan. Pensiyasi 780 ming so'm. U men ishlamagan davrim hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin tekshirganda mehnat daftarchasida 12 yil ish bor. Yana 2 korxonadagi 6 yil staj hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'ladi. Bundan tashqari, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatlarda qizlik familiyasi turibdi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari arxiv ma'lumotlari yig'iladi. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, ayollar familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni olib bormaydi. Natijada bir hujjat boshqa odamga tegishli ko'rinib qoladi. Uchinchi misol, bir kishi qishloqda kolxozda ishlagan, paxta mavsumida chorvachilikda mexanizator sifatida mehnat qilgan. Pensiyasi 6 ming so'm. U kolxoz allaqachon yo'q, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb yuradi. Aslida esa kolxoz hujjatlari tuman arxivida, viloyat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda saqlangan bo'lishi mumkin. U yerda ishga qabul qilish buyruqlari, ish kunlari, ish haqi vedomoslari, a'zolik kitoblari bo'lishi mumkin. Bular topilsa, staj tasdiqlanadi. Topilmasa sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu alohida huquqiy jarayon. 4-misol. Bir pensioner takim 50 ming so'm oladi, lekin u yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa hududda. Sog'ligi yomon, dori-darmonga ehtiyoji katta. U faqat pensiya haqida o'ylaydi. Men bunday odamga 2 yo'nalish tekshirishni aytaman. Birinchisi, pensiya hisob kitobi to'g'rimi? Ikkinchisi, ijtimoiy himoya orqali qo'shimcha yordam bormi? Mahallaga murojaat qilinadi, ijtimoiy xodim bilan gaplashiladi, kam ta'minlanganlik yoki parvarishga muhtojlik holati baholanadi. Ba'zan muammo pensiya miqdoridagina emas, balki odam unga tegishli boshqa yordamlarni bilmasligida bo'ladi. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, pensiyani qayta hisoblash uchun oddiy gap yetarli emas, hujjat kerak. Men eng yil ishlaganman degan gap ma'naviy jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin davlat organi hujjat asosida qaror qiladi. Shuning uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, korxona ma'lumotnomasi, sud qarori kabi dalillar muhim. Ikkinchidan, hujjatdagi kichik xato katta muammoga aylanadi.
Masalan, ismingiz bir joyda Abdullah, boshqa joyda Abdullayev yoki familiyangiz eski imloda yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir kunga farq qilishi mumkin. Korxona nomi boshqa nom bilan yuritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda hujjatlarni bog'lovchi qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Ayrim paytda IXDYga A hujjatlari, arxiv tasdiqlari yoki sud orqali aniqlashtirish talab qilinadi. 3-dan. Norasmiy ishlagan yillar pensiya hisobida eng og'ir masala. Agar siz rasmiy ishga qabul qilinmagan bo'lsangiz, badal to'lanmagan bo'lsa, mehnat daftarchasiga yozilmagan bo'lsa, keyin uni isbotlash qiyin. Shuning uchun hozir ishlayotgan farzandlaringizga ham ayting. Ish haqi konvertda berilsa, bugun qulay ko'ringani bilan ertaga pensiya past bo'lishi mumkin. Rasmiy ish, rasmiy oylik va soliq badal ma'lumotlari kelajakdagi pensiyaning asosidir. 4-dan hamma past pensiya albatta oshadi degan noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Men ekspert sifatida halol aytaman. Ba'zi holatda hisob to'g'ri bo'ladi. Odamning rasmiy staji kam bo'ladi, ish haqi ham past bo'ladi. Shunda pensiyani keskin oshirishga huquqiy asos topilmasligi mumkin. Lekin tekshirish baribir foydali. Chunki siz hech bo'lmasa o'z holatingizni aniq bilasiz va boshqa ijtimoiy yordam yo'nalishlarini ko'rasiz. 5-dan muddatlar va ariza sanasi muhim. Ba'zi to'lovlar ariza berilgan kundan boshlab belgilanadi. Ba'zi qayta hisoblashlarda hujjat topshirilgan sana ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun keyin boraman, bir oy kutaman, farzandim kelganda qilaman deb cho'zmaslik kerak. Ayniqsa pensiya ming so'mdan past bo'lsa, har oy muhim. Bugun ariza bersangiz, jarayon bugun boshlanadi. Birinchi qadam. Pensiya hisob kitobingizni so'rang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki imkon bo'lsa elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan? Qaysi davrlar inobatga olingan? Qaysi davrlar olinmagan deb aniq so'rang. Umumiy nega kam deb so'rashdan ko'ra hisob kitobining tarkibini so'rash foydaliroq. 2-qadam. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi barcha ish joylari bo'yicha sana lavozim, buyruq raqami, muhr va imzolarni ko'ring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, o'sha korxona hali ishlayaptimi yoki arxivga topshirilganmi aniqlang. Mehnat daftarchasining har bir sahifasidan nusxa tayyorlab qo'ying. 3-qadam. Arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman davlat arxivi, viloyat arxivi yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni yozing. Masalan, men 1997-yildan 1996 yilgacha falon korxonada mexanik bo'lib ishlaganman. Ish stajim va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana, eski familiya bo'lsa, uni ham ko'rsatish kerak. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiyada nafaqa staj, balki ish haqi ham muhim. Ayrim odamning staji bor, lekin ish haqi ma'lumoti olinmagani uchun pensiya pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat ishlaganimni tasdiqlang demang. Ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma ham kerak deb alohida so'rang. 5-qadam. Oilaviy va shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjati, ta'lim davrini tasdiqlovchi diplom yoki ma'lumotnoma, arxiv javoblari, mahalla ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Hujjatlar tartibli bo'lsa, murojaat ham tezroq ko'rib chiqiladi. 6-qadam. Yozma ariza bering. Og'zaki gaplashish bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmun bo'lsin: mening pensiyam miqdori 20 ming so'mdan past. Pensiyam tayinlanishda barcha ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim va imtiyozli davrlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni hamda asos bo'lsa qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 7-qadam. Javobni kuting va uni tushunib o'qing. Agar asos yo'q degan javob kelsa, unda qaysi asos yo'qligi yozilishi kerak. Qaysi davr tan olinmagan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma bo'yicha rad etilgan, buni bilish kerak. Javob tushunarsiz bo'lsa, qayta tushuntirish so'rang. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonuniy tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Eng ko'p uchraydigan xato: odam hujjat yig'ishni oxirigacha yetkazmaydi.
bitta arxivga boradi, topilmadi degan javob oladi va to'xtaydi. Aslida hujjat boshqa arxivda korxonaning huquqiy o'rnida yoki viloyat darajasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi javob bilan cheklanib qolmang. Ikkinchi xato. Pensioner o'zi borishga qiynaladi va hech kim yordam bermaydi. Bunday holatda farzandlar, yaqin qarindoshlar yoki ishonchli vakil yordam berishi mumkin. Ayrim murojaatlar uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlarni yig'ish va ariza topshirish ishini oilada bir kishi zimmasiga olishi juda muhim. Uchinchi xato, odam faqat qo'shnisining gapiga ishonadi. Falonchi aytdi, oshmas ekan, pensionerga hech narsa berilmas ekan. Arxiv yo'q ekan degan gaplar ko'p bo'ladi. Men bunday gaplarga suyanmaslikni maslahat beraman. Har bir odamning pensiya tarixi boshqacha. Bir odamda staj kam bo'lishi mumkin. Boshqasida arxiv hujjati topilishi mumkin. Siz o'z hujjatingiz asosida tekshirtiring. To'rtinchi xato, turli pul berib oshirib beraman degan odamlarga ishonish. Pensiya qonuniy hujjat asosida hisoblanadi. Kimdir tanishim bor. Pul bersangiz pensiyani oshirib beraman desa, bu xavfli. Siz pulingizdan ham, hujjatingizdan ham ayrilishingiz mumkin. Faqat rasmiy idora, yozma ariza, rasmiy javob va qonuniy tartib bilan ishlang. 5-xato. Faqat pensiya jamg'armasi bilan cheklanib qolish. Past pensiya muammosida mahalla, ijtimoiy himoya bo'limlari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza arxiv haqidagi sud bandlik organlari kabi idoralar ham rol o'ynashi mumkin. Masalan, nogironlik belgilanishi kerak bo'lgan odam vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmasa, unga tegishli to'lovlar kechikadi. Yolg'iz pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, ijtimoiy xizmat masalasi ko'rilishi kerak. Agar pensiya oluvchi odam vafot etgan bo'lsa, uning turmush o'rtog'i yoki voyaga yetmagan farzandlari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Bu masalada ham hujjatlar muhim. O'lim guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, marhumning ish staji va pensiya ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ko'p oilalar buni bilmaydi va yillar davomida yordam so'ramaydi. Agar pensioner boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, masala yanada nozik. Sobiq ittifoq davrida boshqa respublikada ishlaganlar, keyin O'zbekistonga qaytganlar bo'lsa, xalqaro shartnomalar, arxivlar va tasdiqlovchi hujjatlar tekshiriladi. Bu tez bitadigan ish bo'lmasligi mumkin. Lekin katta staj boshqa davlatda qolib ketgan bo'lsa, uni umuman unutib yuborish to'g'ri emas. Agar odamning mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, bu ham oxiri yopiq masala emas. Ish joylaridan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, buyruqlar, oylik vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy bilet, diplom, soliq va badal ma'lumotlari yordam berishi mumkin. Eng muhimi, qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni iloji boricha aniq eslab ro'yxat qilib chiqing. Men pensionerlarga oddiy jadval tuzishni tavsiya qilaman. Birinchi ustunga yilni yozing. Ikkinchi ustunga ish joyini, uchinchi ustunga lavozimni, to'rtinchi ustunga hujjat bor yo'qligini, beshinchi ustunga qayerdan olish mumkinligini yozing. Masalan, 1975-1930lik tuman qurilish boshqarmasi payvandchi mehnat daftarchasida bor. Arxidan ish haqi kerak. Shu tarzda butun mehnat hayotingiz ko'rinadi. Keyin shu ro'yxat bilan pensiya jamg'armasiga boring. Mutaxassisga mana mening stajlarim, qaysilari hisobga olinganini tekshirib bering deb aytasiz. Bu yondashuv ancha samarali. Chunki tarqoq hujjat bilan borgan odam o'zi ham chalkashadi, mutaxassis ham hammasini darhol tushunmasligi mumkin. Yana bir maslahat. Barcha hujjatlarning nusxasini oling va aslini ehtiyot qiling. Asl hujjatlarni hech kimga nazoratsiz bermang. Agar nusxa topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Elektron murojaat qilsangiz, skan yoki rasm tiniq bo'lsin, ism, sana, muhr, imzo o'qilsin. Demak, pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lgan odam birinchi navbatda jim yurmasligi kerak. Men tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: pensiya hisob kitobini so'rash, stajini tekshirish, ish haqi ma'lumotlarini izlash, arxivga murojaat qilish, oilaviy va shaxsiy hujjatlarni tartibga solish, yozma ariza berish va javobni talab qilish. Agar pensiyani oshirishga asos topilmasa ham, ijtimoiy yordam va qo'shimcha himoya choralarini albatta tekshirish kerak. Bu mavzu juda muhim, chunki gap bir martalik pul haqida emas, har oy olinadigan daromad haqida ketmoqda. Pensiya 100 ming so'mga, 200 ming so'mga yoki undan ko'proqqa oshsa, bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va kundalik hayot uchun sezilarli yordam bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz uchun ham, ota-onangiz uchun ham, tanish pensionerlar uchun ham
bu masalani e'tiborsiz qoldirmang. Sizning pensiyangiz qancha? Hisob kitobni tekshirtirib ko'rganmisiz? Arxivdan hujjat olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyasi past bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning har oylik daromadiga real ta'sir qilishi mumkin.